أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. biz sifat salatda namoz ichidagi faoliyatlar, bunun farzlari va ruknlari va mustahabbatlari va sunnatlari va rukuga borgandan keyin dumbisi rust deydi. Undan keyin ondan subhana robbiyal azim 3 qatim deb bo'lgandan keyin samiallohu liman hamida degancha beshini ko'tardi. Va yaqulul mutammu rabbana lakal hamd yoki أو اللهم ربنا لك الحمد وبهما ورد الأثر. مش إشك صيغة قاسم دسبولدو حديثة مش إشك صيغة كاجان. هذا حديث كاجان إشك صيغة مس باش ألت صيغة أصلا سهي حديث كاجان. مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاري روايته. اللهم ربنا لك الحمد ينصير كالدمانه. يعني بروايته اللهم ربنا ولك الحمد كالده. يعني بروايته أبو هريرة رضي الله عنه رواية كغن حديثه فقولوا ربنا لك الحمد. اللهم لكن سوزيوك وهو هربم يوك مانوندا. وعن أنس رضي الله عنه فقولوا ربنا ولك الحمد. عند واو حرف با ربنا ولك الحمد. يعني بالرواية ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بخاري. يعني بالرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bu Sahih Müslim'deki rivayet. Lakin bu neçil şekil buldu. Yani Rabbana lekel hamdulan, Rabbana ve lekel hamdunun farkı ne? O'xshashmi yoki bu farqmi? Mazmun tarafda azroq farqi bor deydi. Vav harfi al-atifa. Yani nimaga atf qilgan bu vav harfi? Samiallohu liman hamida. Biz samiallohu liman hamida lam harfini mushin kirib qoldi dedik. Mutada o'qillar. Asli samiallohu man hamida. Nima? Samiallohu man hamidahu. Lekin lam kirib qoldi liman hamida deb. Lan kirib qolishi arab tilidagi uslubi tadammundan kelib chiqqan. Uslubi tadammun bu sami'a degan so'z bo'lsa-mu, lekin bu yerda istijaba mazmunini o'z ichiga olgan. Sami'allohu man hamida va istajaba lahu degan mazmun bor. Alloh taolo hamda aytgan, duo qilgan, sana qilgan kishiningki duosini, hamdisini anglaydi va ijobat qiladi degan mazmun bo'lgan ekan. Rabbana lakal hamd desa bo'ldi. Tuz. Rabbana va lakal hamd deb qolsa vavning kirishiga ulamolar mana tushuncha bergan. Al-vav atifa ala muqaddar. Bu yerda ko'ngilli fikirgan bir jumla bor. Shuningga vav bilan atf qildik deb. Yani taqdiru nima esa Ibn Daqiq al-Aid Rabbana istajib va lakal hamd. Bu bir. İmam Navawi Rabbana hamadnaka va lakal hamd. Yani bazı ulamolar mesela Asma'i bular al-vav zaida. Nahvshunosniki zaida degani ta'kid ma'nosi demak. Mesela Qur'on Karimdagi shu ba'zilar buni zaida deb qo'ydi. Bu ortiq degan gap emas. Yani bu ta'kidni bildiradigan, qo'shimcha foyda beradigan arab demakchi. Ba'zilar hal deb baqqan. Yani o'zlariga hamdu ashunda barliq hamdu bo'lgan holatda bizning duolarimizni ijobat qilsalar degan mazmunda. Undan shu 4-5 xil siyg'ini ham sahih kelgandan keyin buni birisini tanlab desa bo'ladi.
Lekin ulamalar biri Rabbana lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi degan eng afzali deb qaraydiganlar bor. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan chaqda sahobadan birisi dedi shuni. Degandikan namozga salom berib bular qaysan deganma baytdan bir hamd dedinglar degan chaqda bir sahoba men degan desa, men buni 32 farishtaning ko'tarib yurgancha mangini ko'rdim, oldirab mangini ko'rdim. Xuddi buni Alloh taoloning huzuriga yoki osmonga ko'tarib chiqishda isl bir hamd etish usulini anglab demoqchi. Lekin buning afzallik chiqdi. Yani bazı ulamalar sevimsizlik kelgan ma siyg'ini bu bak afzal dedi. Nima uchunsa Rabbana lakal hamd mil'u samawati wal ard ve mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sama'i wal majd أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ما هو أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد degan jumla mu'tarida. Banda aytgan eng haq so'z biz hammamiz o'zlarining bandasi ma'lum degan ekan haq ma qal degan shu hadisning usulan bu eng afzal degan ma'noni shuni chiqadi degan. Wala yajma'u al-imam baynahuma. Am imom bo'lib qolsa imom sami'allohu liman hamida deb to'xtaydi. Rabbana lakal hamdu demaydi deb. Bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashi. Va qala yajma'. Shogirdi imommi ikkilisini deydi. Sami'allohu liman hamida mu deydi. Rabbana lakal hamdu mu deydi. وهو رواية الحسن عنه مشو قراش مش صاحبا من قرشه حسن بن زياد إمام أبو حنيفة رواية قيغان قراش كان نانكي إمام أبو حنيفة مش إشكالي قراش كان بلده برسي ظاهر رواية برسي غير ظاهر رواية bunun delili لألا يكون تاركا ما حد عليه غيره nima uchunsa boshqani targ'ib qilib qo'yib o'zi qilmagandek buloq qilmaslik shu. Çünkü Semiallahu limen hamide degan mazmun nimatta? Alloh taolo hamd etgan, sana etgan, duo qilgan kishininki duosini anglab ijobat qiladi degan gap hamda aytinglar, madhiya o'qinglar degan bo'ldi. Lekin boshqani madhiya o'qinglar deb qo'yib, o'zi Rabbana lakal hamd demay turgandek bo'lib qoldi. Shu o'zimi boshqani buyurgan ishni birinchi o'rab qilib berish lozim demoqchi. Va laysa lana zikrun yaxtassu bihil ma'mum. Sahiban deydi, zikr her ikisi imam bilan jamoatning o'rtaq ikkilaydan deydi. Imam demaydigan, oxirgi jamoat bilan deydigan alohida bir zikr yo'q bizning qarashimizda. Va li Abi Hanifata qawluhu sallallohu alayhi vasallam idza qala al-imam sami'allohu liman hamida qulu rabbana lakal hamd. Bu Sahih Buxoriyda hadis. Imam Musayyidisini dalil qilib ko'rsatdi. Imam sami'allohu liman hamida desa sizlar oxirgi jamoatlar Rabbana lakal hamdu danglaring. Undan keyin bu hozir ikki zikrni imom bilan jamoatga taqsim qilib berdi. Sen mandaysa, sen mandaysa deganlar. Qasama zikrayni baynahuma baynal imami wal ma'mum fayunafi ash-sharika. Undan keyin bu yerda ikkilan o'rtaq, ikkili iborani tangdaydi degan gap yo'q. Birisi bir iborani deydi, birisi bir iborani deydi. ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم ينبر أقلي دليل إمام ربنا لك الحمد دبقاسا آخر جماعتنا آخر قلوده çünkü سمع الله لمن حمده ديشيگه آخر جماعت تسلم ربنا لك الحمد دبقاسا إمام سمع الله لمن حمده دب bir tınılıp Rabbana lakal hamdu deyman deppoğuçu ahirki cemaat Rabbana lakal hamdu depolap bu ahirki cemaatning aqidin Rabbana lakal hamdu degandek yetishmay qoladi. Nolki hozir bu o'rdan o'sib qolgandek. Oqidagilar imom bu muqtadiy bo'lib qolgandek bo'ldi demoqchi. Fayasiru al-imam tab'an fala yajuz. An buningda Imom Abu Hanifaning yana bir dalili bor. Sahih Buxoriyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sami'allohu liman hamida Rabbana lakal hamdu deb degan rivoyatim bor. Qandikan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imom bo'lib ishkilishni dedi-ku desa, Abu Hanifa nima deydi? Biz ma dalil qilgan bilan iza qala al-imam sami'allohu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd degan ma'nisini qilsak bu sunnat qavliya ma. Endi Rasulullohning sami'allohu liman hamida rabbana lakal hamd dedigina boshqa rivoyatning sunnat fi'liya. Sunnat qavliya muqaddam ala al-fi'liya deb bu tarafdan ma'nisini tarjih qildi. Wal munfaridu yajma'u baynahuma. Hozir ma'mumning gapini qilmasin ama imom dedi buniki munfarid yolg'iz olib turdi. Lekin imom o'qancha aqib turgan jamoatchi
Rabbana leke hamdullah deydi. Semiallahu limen hamid demeydi. Cumhurning qarashida iqtido qiluvchi Semiallahu limen hamida demeydi. Cumhur. Hanafiy mazhablar emas. Hanbali mazhabda, Maliki mazhabda shunda. Lekin Hanafiy mazhabga sohiban bilan Imom Shafiy imomga o'xshash deydi. Bayatanaqa xasmi yo'q dedi-ku sohiban. Yani shu ma'mummi Semiallahu limen hamida Rabbana lakal hamd deydi deb turadi. Lekin jumhurning qarashi demeydi. Endi munfarid yalnız namaz o'qigan kishi ishkilisni deydi. Yecma'u beynahuma. Fi rivayetil Hasan. Hasan ibn Ziyadning rivoyatida ishkilisni deydi. Ve fi rivayetin ya'ti bit tasmi'i la g'ayr. Bir rivoyatda Semiallahu limen hamida lam deydi. Rabbana lakal hamdun demeydi. Ve fi rivayet Ebu Yusuf bit tahmid la g'ayr. Yani ya'ti bit tahmidi la g'ayr. Rabbana lakal hamdun lam deydi. Semiallahu limen hamida demeydi debdi. Ve aleyhi ekterul meşayih. Meşayih degan atalg'uni biz imom va sohiban va shu imomning shogirdlariga bevosita shogird bo'lmagan keyin kelgan ulamolar yoki O'rta Osiyo, Turkiston diyorlaridagi ulamolar degan. Shular qarashni tanladi deydi. Endi bu rivoyat keldi shunami? Endi Hanifiy mazhabda bu rivoyatning qaysi hisob? Munfarid Semiallahu limen hamida lam deydi degan qarash hisob emas Hanifiy mazhabda. La yu'awwalu alayha. Uni sahih deb qaragan ulamolar yo'q Hanifiy mazhab. Bu aslında bekla aciz qarash. Endi ya'ti bit tahmid degancha Semiallahu limen hamida demay Rabbana lakal hamdulillah deydi degani buni ba'zi ulamolar masalan Mabsutda, Kafida sahih deb baqildi bor. İmam Tahaviymi mushqarashni tanlagan. Nima uchun desa Semiallahu limen hamida degan boshqani hamda ayting degan bo'ldi. Allah Taala anglaydi, qabul qiladi, hamda ayting degan bo'ldi. Buning oqida unda buyuradigan odam yo'q. Unda unga o'zi shay qilmoqchi bo'lgan muhim ishni, ya'ni hamda aytishni qiliblanmaydi demoqchi. Lekin Hanifiy mazhabda shu sahih deb qaralgan, hisob qilgan qarash yejma'u baynahuma degan qarash. Ya'ni Semiallahu limen hamida Rabbana lakal hamdu ikilisini deydi. Mush rivoyatlar hidoyatmi, boshqa kitobdimi sahih deb tanlagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushna qilgan debdi. Qala summa yukabbir. Undan keyin sajdaga berish uchun Allohu akbar deb tasbih tushdi. Lima taqaddama degan shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana yukabbiru fi kulli khafdin va raf'in dedi-ku. Har qatam tuanga tushgan chaqda, beshini ko'targan chaqda takbir aytibdi degan hadisga asosan. Va yasjudu ala anfihi va jabhatihi. Peshonasiga va burniga sajda qildi. Har ikkisiga. Lianna Nabiy sallallohu alayhi vasallam va'daba ala dalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izzi shunda sajda qilib mangan. Ba'zi hadisda masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning burnida layning asrini ko'rdim degan. Yani bu yoqqan chaqda sajda qilgan. Fa in iqtasara ala al-anfi jaza wa qad asaa. Peshonasini takkizmay, mush burnidan takkizib sajda qilib qolsa, İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining nazarida sajda qilgan hisob qildi. Lekin asaa sunnatni qilmaganlik jihatdan yaxshi qilmagan bo'ldi. Lekin mayli bo'pti deymiz, namoz hisob qilmish. Va qala yani as-sahiban la yajuzu illa min udrin. Uzr olib qilib, peshonasi yarib olib qoldi emasdan. Bir ish olib qilib, peshonasini yarib qo'ymay, bundan takkizib sajda qilsa mayli dedi. Lekin uzrsiz bo'lsa bo'lmaydi. Bu İmam Shafiy rahmetullahi alayhining qarashi. Hanifiy mazhabda sahibanning mushqarishi esa imomninkini olmagan. Hanifiy mazhab ulamolar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davomli har ishkiyaga tan sajda qilib kelgan bo'lg'achqa. Va in iqtasara ala al-jabhati jaza bil ijma'. Lekin imom va sahibanning qarashida burunni takkizmay peshonani qo'ysa hisob bo'ldi deydi. Wala isa bunda xatolik qilmagan bo'ldi. Joiz bo'ldi demak. Nima uchun desam sajda degan shu peshonasini qo'yash deb lug'at tarafdan bahs qilish mumkin. Wal aslu fihi qawluhu sallallohu alayhi vasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dam al-wajhi wal kaffayni wal rukbatayni wal qadamayn. Men yetta ustixonga sajda qilishni buyurildim degan mushadis. Ba'zi rivoyatda umirtu an asjuda ala sab'ati arab deb kelgan. Demak sajda odatda mush yetta a'zo bilan bo'ladi. Lahuma qawluhu sallallohu alayhi vasallam makkin jabhataka va anfaka min al-ard. Peshonangni va burningni yak takkizgan degan mushu hadisga taynab burunni takkizmasa bo'lmaydi deb turoldi. Sahiban, tamam? Endi unda qarasanglar, bunda ojizlik bor. Makkin jabhataka va anfak dedi.
Lekin bular imomga o'xshash anfiga tekkizmay, burniga tekkizmay, peshoniga tekkizib bo'ldi deysizmi? Atrofdan nima bo'ldi? Buning dalili naqd bo'lib ketib qoldi. O'rgatib oldu. Agar mushu ikkisini tekkizishga buyurdi, ikkisini tekkizish lozim degan taqdirda, unda olsa burunni tekkizmaydi, peshoni tekkizib ma'qul dedingizga dedi. Bu tarafdan. Endi al-ard degan şey ziminga dedi-ku. Ziminga tekkizmay, jenvazni tekkizim bular bo'ldi. Lekin endi sahibaning yana bir seyadisdan delil bor aslida. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Buxoriydagi Umira Nabiy sallallohu alayhi vasallam an yasjuda ala sab'ati a'da wa la yakuffa sha'ran wa la thawban. Bu sab'ati a'da nima? Al-jabha wal yadayn wal rukbatayn wal rijlayn. Lekin jabha degan so'z anf degan kammada, jabhaga ham qisib bo'ldi degan ma'noda. ولا هو يعني للإمام أبي حنيفة أن الأنف محل السجود سجد قلدغا أورن شو برن شو ديدو يعني peshani mo secde qilgan o'rin, burun mo secde qilgan joyning biri. Bidalil javoz sujud alayhi inda al-udr. Buning isbot shuki, dalili peshaningda uzrolab qolsa, burning takkizib secde qilsang secde bo'lib tash, secde deyilib tash. ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن. Agar o secde qilgan o'rin bo'lmagan bo'lsa, uzrolab qolgan taqdirda yani takkizsam secde bo'lmaslik lozim. Xuddi masalan, peshanda uzrolab qolsa, inikin tekkizib, manzin tekkizib, inikin tekkizsa secde bo'lmagandek. Lekin burni tekkizsa secde bo'lgan ekan, secde qilgan o'rin ekan deymiz. Fayda sajada alal anfi yakunu sajidan. Undan ekan burni tekkizib secde qilsa, secde qilgan bo'ldi. Fayakhruju an uhdati sujud. Undan ekan Alloh taolo vasjudu degan buyruqida topshirgan ash vazifani gadindan saqit qilgan bo'ladi dedi. Ahda deganda mas'uliyatidir. Ahdat sujud secde qilish majburiyati gadindan saqit bo'ldi deymiz. Wa li anna al-jabhata wal anfa 'azmun wahid. Yani bir dalil bu peshani bilan burun ikkisi asli bir so'ngak bu, bir ustixon, bir tutash. Thumma sujud ala ahad tarafayhi yajuz. Unda qarasak peshani masalan ma tarafini qo'ymay, ma bir tarafini qo'ygan bo'lsa, bulantirsa bo'libdi. Unda peshani o'ng tarafini qo'ysin, so'l tarafini qo'ysin, o'zi chiqadi desak, undan keyin shu peshani tutsa shu ustixonning tuvan tarafini qo'ysimi bo'ladi deydi. Bu bir xil qiyasan. Fakadal akhar degan al-akhar nima? Al-anf. Qala wa yad'u rukbatayhi qabla yadayhi wa yad'u yadayhi hida'a udunayhi. Secdega borgan chaqda tizini oldi bilan yer qo'ydi. Uningdan keyin qo'lni qo'ydi. Bu bir xilofiy masala. Shu rafiyatga o'xshash, amin jahri deshga o'xshaganda xilofiy masala. Lekin buni hamda jirinchaqlab desak, bunda ulamolar ish xil qarashga bo'linib ketgan. Birinchi qarash, boshda tizni qo'ymiz degan qarash. Bu Hanafiy mazhab, Shafiy mazhab va Hanbali mazhabdagi sahih rivoyatda jumhurning qarashi. İmam İbn Taymiye, İbn Qayyim rahmetullahi alayhi shu qarashni tarjih qilgan. Hozirgi Saudi Arabistondagi Sheyx Bin Baz masalan, Sheyx Usaymin rahmetullahi alayhi shu qarashni tanlagan. Bunun dalili Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda qala ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Bunda tizni burun qo'yganligini ko'rdim dedi. Va idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Turgan chaqda dastlabki qo'lni ko'tarib, undan keyin tizni ko'targanligini ko'rdim. Bu Abu Dawud Tirmiziy rivoyat qilgan. Sanatda sal ojizlik bor, lekin bu uch yo'ldan kelgan bo'lg'achqa boshqa yo'llar sal jallanib unda bakrak ko'tarsa hasan darajalik bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi olimlar sahih deb qaragan, masalan Imom Zahabiydek ba'zi olimlar, Sheyx Albani ojiz deb qaragan. Yana Al-Aswad Umar radhiyallohu anhuning dastlabki tizni qo'yganligini rivoyat qilgan. Ikkinchi qarash Imom Malik va Al-Auza'ining qarashi Imom Ahmadning ojizroq bir rivoyat kelgan. Hozirgi ba'zi ahli hadislar mush qarashni tutadi. Buning dalili an Abi Hurayrata radhiyallohu anhu mushadista idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Birolar sajda qilib qolsa, tugi cho'kkanda cho'kmasin, qo'lini tizdan burun qo'ysin degan. Buni Abu Dawud, Nasa'i va boshqalar rivoyat qilgan. Imom Navaviy sanad jayd degan, Sheyx Albani sahih deb bolagan.
Lekin İmam Buxoriy va Xattabi ibn Rajab al-Hanbali bular ojiz deb qaragan shu rivoyatni. İmam İbn Qayyim buni obdan tahqiqlab buni degan. Qad waqa'a fihi al-wahm fihi min ba'd ar-ruwa فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذا ما دسته bir xatolik bor. Chunki fala yabruk kama yabrukul ba'ir deganlik tugining cho'kishi qarasak, tugining oldi tarafi burun cho'kidi. Ya'ni oldi putini biz qo'li desak, bosh qo'lni qo'ygandek qo'ydi. Nonikin hadisda hayvonotga o'xshab qilishdan to'sqan. Necha turli ishda. Masalan, madisiga la yabruk kama yabrukul ba'ir dedi. La yabsut ahadukum zira'ihi inbisatul kalb dedi. Naqratul g'urab dedi. İftiraş sab'a dedi. Yani naqrat dik dedi. İltifatatut ta'lab dedi. Iqa'as sab'a dedi. Yani salam bergancha qo'lni ko'tarib qilishni mali arakum rafi'i aydikum ka'adnabi khaylin shummus dedi. Atga o'xshatdi. Unda ekan tugining ahvoli qarasak, darvaqa bu oldi tarafi burun cho'kadi. Cho'kkaniki hozir masala shunda qarashqa qo'lni burun qo'ysak ham tugi cho'kkandek bo'lib qoladi. Shu ba'zilar tugining qanday cho'kadiganligini bilmay degan gap ma'voda qo'lni burun qo'ydi deb turganligini unda tanqid qilgan. Yana Ibn Xuzayma rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yada'u yadayhi alal ardi qabla rukbatayhi. Qo'lini sizdan burun qo'ydi deb keldi. İbn Umar radhiyallohu anhudan kana yada'u yadayhi qabla rukbatayhi deb keldi. Bu İmam Buxoriy muallaq rivoyat qilib, lekin sigatul jazm bilan rivoyat qilgan. Ya İbn Umar o'zi. Mafiyal sahabi oldu. Yaşam qağa vaqt qilgan sektorda ichkiga temlab yaşam qağa vaqtda qo'lni olib qo'ygan. Yo'q, yaşam qag'allar qiz ta'sir qildi. Shu yoshlarga ta'sirli. Men sinab baqdim, ahli san unda tushdi ekanmi? Shunda shitpaqasam siz yiqilib ketgan qopqanda bunda ko'pda sal ta'sirli. Kungellar balki qulay bo'lishi mumkin. Mesela bazı ulamalar bu rükbetten dese hayvanın aldı tizi aşı rükbetten oldu. Ma ağ tutudukini rükbetten dememiz Arap tilida. Dep Arap tilida ras. Yani rükbetten dedi aşba aldı. Yani zaman kolumuzun cenikide yani rükbetten dedi. Ne bu anken aşı rükbetten diyen sözge istiyorlar. Ben okuyorum. Lekin fala yabruk kama yabrukul ba'ir deganni shundan ham nimqisak buni hamma ikkili qarashga ittifoq qol. Ittifoq qolganikan shunda qarasak u oldi nimani rukbat damdo dimamdo ulug'atni umumni qat'iy nazar shunda qarasak tugi qanday cho'kidi bo'lsa old tarafi bosh pastga tushadi. Nonikan mush tugiga o'xshab qolmang degan gap. Xuddi eshakka o'xshamang, tulkiga o'xshamang, yirtqich hayvonga o'xshamang, qarg'aga o'xshamang deganga o'xshash. O'xshaman degan gap bo'lgan ekan, shuna İmam Tirmiziy shu Vail ibn Hujrning hadisini rivoyat qilgan ekan, va alayhi aktarul ulama deb ko'pchilik olimlar shuni olgan degan. Ham bu yerda mas'ul nadinlarcha desak, bu yer talash o'zillikda. Lekin qanday tushsa bo'ldi deganga amal ittifoq. Burun qo'lni qo'ysimi namoz durust, putni qo'ysimi namoz durust. Lekin o'zillik qaysa desa tanlaydi. Bundan ekan qarasak hamda qo'lni qo'ydi deganligining delillari. Bunda qarasak sanad jihatdan sal jalliq. Sanad jihatdan. Lekin ko'pchilik olimlarning qarashi ma'vo mazmun jihatdan bu jalliq. Nima tushunsa mesela fala yabruk kama yabrukul ba'ir degan hammalar ittifoq. Ba'ir qanday cho'kdi desa oldi tarafi bosh cho'kdi. Shuna İmam İbn Qayyim rahmatullohi alayhi vel yada yadayhi qabla rukbatayhi degan ash iborani bu ravi bunda xato ketib qolgan, maqlub rivoyat qilib qolgan buni. Al hadisul maqlub deganni o'qigansizlar, unda olmas ilgir keyin qo'yib rivoyat qilib qolsa hadisul maqlub deymiz. Hadisul maqlub bo'lib qolgan bu deb matnini naqd qilib o'tadi. Mas sanad jihatdan kuch qo'ygan bilan matn jihatdan ojiz demoqchi. Hadisda naqd sanad va naqdul matn va undan keyin tuga dastlabda nani qo'ydi olsa oldi tarafida. Yani insonning qo'ldagi yeri bosh cho'kidi. Undan keyin tizni burun qo'yimiz degan shu raji chiqdi.
Aşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret qilgan chaqda Suraq ibn Malik aqidini qo'llab chiqdi-ku. Yetisholay degan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildi. Buning tugisini mangmay turulib, jim turulib tutdi, qumga petib ketgan. Fasaqat yada farasi fil ardi hatta balagat rukbatayn. Bu rukbatayn deganni o'qisa, ahli hadis shuni eslagan. Bu rukbatayn degan aqidni oldi tutdi. Unda rukbatayn bo'lgan ekan, sen qo'lingni boshga qo'ysa, ma rukbatayn mana keyin qo'yishga buyurilgan deb turibdi. Shu o'zi tayinga rivoyatga asosan. Valiyada yadayhi qabla rukbatay degan. Lekin ma'rifanda qarasam, saqat yada farasi degan gap bor ekan. Diqqat qiling, yada ya oldi tutdi shunda cho'kib ketgan. Unda oldi tutib cho'ksa, cho'kmasa ma'maydi. Ma'rifanda beshi qarasanglar, fasaqat yada farasi deb bor ekan. Qo'li debcha. Undan keyin Bağı akarışta radiyallahu qilgan. Yani insan aqida rukbatay degandan dalil chiqdi degan bilan, yada farasi degandan nima chiqib qoldi. Ha, bizning tarjih qilishimizda shu, sizni burun qo'ymaysiz. Ashar deganda rajih deb qardik biz. Va yada'u yadayhi hida'a udhnayhi. Qo'lini secdega bo'lgan chaqda quliqining udulda qo'ydi. Qo'li masalanda yada, secde qilmas. Bunda udul qo'ydi. Hakada nuqila fi'lu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ويضع يديه حذاء أذنيه. وهذا ابن حجر حديث كان كبار لا شو. وهذا ابن حجر حديث نبته. قال ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه. ضبع degan beqini. Ishki beqinni obdan içib bilikini karib tutadi demakchi. Yani bilakni beqinidan jiroq tutadi. Beqini ichilib turadi demakchi. Va yujafi batnahu an fakhidayhi. Qursqini yo'tisdan jiroq tutadi. Qo'saqni yo'tiga chapib olmaydi. Lima ruya anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yujafi fi sujudihi hatta inna bahmatan law aradat an tamurra lamarrat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilgan chaqda ashunda bilkin nereye tutdi? Hattoki bir qo'za orliqida o'tib ketay deb qaz o'tib ketadigan darajada dedi. Bu Sahih Muslim rivoyat qilgan hadis. Muslima ruya deganni ishlatmaslik lozimdir. Bahma degan qo'za. O'g'loqqimi deydi, qo'yning qo'zisimi deydi. Wala yafrushu zira'ihi. Yani bir hadiste kana idza salla farraja bayna yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi deb kelgan Buxoriyda rivoyat. Da karib tutgan ekan, xuddi qo'ltiqini unda oq teri ko'rinib qolgan qadar kariydi, bak kariydi demak. Qala wala yafrushu zira'ihi. Bilikini yaga chaplanmaydi. Linahi sallallohu alayhi vasallam an iftirash sa'lab. Iftirash sa'lab emas, iftirash sab'a deb kelgan sayyidista. Yirtqich hayvonlar bunda tug'an chaqda bilikini yadib qo'yib bunda turdi-ku. Bunda turishini cheklagan bo'lgan. Bu mana hayvonga o'xshab qolmaslik masalasi. Wa yaqulu subhana robbiyal a'la thalathan li'annahu lamma nazala qawluhu ta'ala sabbih isma rabbikal a'la qala sallallohu alayhi vasallam ij'aluhu fi sujudikum. Sahih Muslimda bu 3 qatim degan gap bo'lmasimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukusida subhana robbiyal azim dedi, sajdada subhana robbiyal a'la dedi degan hadis Sahih Muslimda kelgan. 3 qatim degani Abu Dawud rivoyat qilgan va idza sajada qala subhana robbiyal a'la va bihamdihi thalatha degan ojiz rivoyat keldi. Qala wa law sajada ala kawri imamatihi aw fadil thawbihi jaza. Kawr degan bunda yo'gam. Sallini yo'gaymiz-ku. Da yo'gan chaqda bunda bir yo'gisa pishonni yo'gab ketishi mumkin bir yo'gam. Pishan yo'gilib ketdi. Shunda bo'lgan ahvolda shu sallisning yo'gimiga shunday ham sajda qilsa bo'ladi. Pishan yo'gillik holatda sajda qilsa bo'ladi demakchi. Aw fadil thawbihi jaza. Ya kiyimining bir peshiga ortiq bir yangning ortiqiga emasdan bir yerga sajda qilsa bo'ladi. Yani shuni qo'yib turib, pishanisini ustiga qo'yib demakchi. قال ابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته. ما شاء Rasulullah'ın sallisinin yo'giga sajda qilganini ko'rdim debdi. Lekin bu hadis ojiz yoki batil debdi. Lekin bu xilofiy masala.
ziminga tekkizmay, pishani tekkizmay shunda to'sib oldigan bo'lib qolsa, ulamolar musallining yo'g'iki masalasi ixtiloflashgan. Abu Hanifa, Imom Malik va Imom Ahmad bir rivoyatda bular dedi. Imom Shafiy bilan Imom Ahmad bir rivoyatda bo'lmaydi. Pishansi yoki tegishi lozim. Yoki jaynamoz qaraydi. Ya shart emas. Yo'q, u quyruq emas. U quyruq emas, kiyimga o'xshash. Boshqa bir yerda kiyimni qo'ygan. Lekin ma'vo shu pishani shunday o'g'ib turgan narsa. Lekin rajih o'g'ini jaiz degan qarash, jumhurning qarashi rajih. Çünkü Sahih Buxariyda bab sujudi ala thawbi fi shiddatil har degan babda İmam Buxariy mujda keldi. Va qala al-Hasan kana al-qawmu yasjuduna ala al-imamati wal qalansivati wa yadahu fi kummi. Kana al-qawm degan kana sahaba demek istishadi. Al-qawmdan maqsad sahaba. Sahabalar secdega tushgan chaqda salligimi, do'ppiga, qalansiva degan do'ppa. Do'ppi kelgan holatda sajda qilaverdi, ya'ni pishansi shu do'ppi qaplagan holatda. Va qo'li yangning ichida. Masalan, yang uzun bir to'n bo'lsa, qo'lning orqani tegmay, lekin o'sha yangda yoki tegib turgan holatda sajda qilaverdi. Ba'zi so'g'oq, ba'zi issiq bo'lsa, unda sajda qilaverdi degan. Palay. عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود خط قزib ketganlikdan kiyimning bir peshini bir yerni bunda qo'yib turib shuni ustiga sajda qilib to'q degan. Navonkin bu joiz deganni ko'rsatdi. Va qala aydan va qala deganning fa'ili kim? Ibn Abbas radhiyallohu anhu إنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. Bir kiyimni kiyib, ya shunda qizib ketgan ya bak sovuq bo'lganlikdan kiyimni shunda qo'yib turib sajda qilgan degan rivoyat keldi. Ba'zida Tomuz oylarida issiq bo'lgan joylarda ya qizib ketib pishani ko'ydirishi mumkin. Yoki muz bo'lgan ahvolda muz bo'lib qolsa, pishani to'nab ketishi mumkin. ولو سجد على السرير والعرزال جازا. Serir degan karvat yoki shunda yog'och yasirgan supidek o'rinlar. Mesela karvatni namoz o'qibdi birisi. Karvatning ustiga sajda qilsa bo'ldi. Lekin karvat bilan yana oraliqida 20 metr bo'lishi mumkin. Demak bu yoki tegmagan bo'lsa mayli deydi. Boshqa qo'ygan ish yerga xosmi yo? Ya ulama Karbalaning salmasini qilib qo'yish mumkin. Biz bu Şialar hech qanday munosabatimiz bo'lmagan ekan. Uni odamlar biz bir narsa bo'lish kerakmi? Yaqinda Yusufda bir narsa qo'ysin bo'laveradi, siz qo'yamiz. Agar o'shda siz qo'ygan taqdirda Yusufda boshqa narsa bo'lmay qolsa, qiyin narsalardan boshqa. Hozir qiyin narsani siqdasiz. Hadis qilib. Mana as-sarir, karvat. Karvat o'xshagan shunda supida yasalgan yog'och supular. Val arzal degan bunda daraxtning ustiga yasab qo'ygan bir qarovulxondak, kappidak yoki olchiqdandoq ashunday narsalar. Yirtqichlardan qo'rqib, ba'zi bog'bonlar masalan, o'rmon saqlaydiganlar daraxtning ustida yetishi mumkin. Ashunday ayolning qiz karatga o'xshashim, lekin daraxtning o'tirda bog'lab qo'yganda ilangishdandoq unda bo'lmaydi. Walau sajada alal hashish degan chim, wal qutn paxta in vajada hajmahu bi jabhatihi degan asli bu chim, paxta yoki paxal bundan narsamda o'rlab turdi-ku. Bunda bo'shroq bassaq toza ayaning qattiq nimasiga es qilmaymiz. Bunda chimning ustiga bunda takkizmiz. Lekin qattiq bassaq rasmiy yoki daqaymiz-ku. Shu chaq in vajada hajmahu degan gap shu. Rasmiy shu yani qattiq jismiga pishanisi takkizgandek his qilsa shuni, ya'ni daqsa demakchi. Daqsa, ya'ni o'rlab turgan bilan besilib tursa demakchi. Bu chaqda jaza dedi. Buludo. Nimaga o'xshash desa, katunfisati val lubadi val hasiri. Tunfisa bu mahmal, duha odamda. Buni unda mo'yva azroq. Da basiq kichikgina besilgandek. Sal o'rlab turgan mo'yva. Lubat degan kigizni tibitog'o. Hasir bo'rimi ba'zida o'laprak turishi mumkin. Uni qattiqroq bassaq yoki taqiladi. Mushunga o'xshash joiz deydi. Albatta saman, paxal
Aşula o'xshash. Qala thumma yukabbir lima bayyana mita كان يكبر في كل خفض ورفع ويرفع رأسه ويجلس سجدن بشن كتراب قلتردو والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم qanchalik daraja ko'tarib bo'ldi. Ba'zi masalan sajda qilib, ikki sajdaning aralig'ida bunday qiliblam, tuzuk o'tmaylam, qancha yana sajdaga berib oldi-ku. Shunday qiliblam. Buning o'lchami nimada? Masalan 5 ni sajdaga tushib, manchalik ko'tariblam, yana ba'zi bo'lamdi yoki bundaroq ko'tarish lozimmi yoki rasmiy o'taganda ko'tarib, undan keyin berish lozimmi desa, bu bir o'lcham bekitsak deb, o'tadi degichilik 5 ni ko'tarsa tamom dedi. لأن الواجب الفصل بين السجدتين. Çünkü bir yerde vacip olduğunu iki secdenin o'ttirini bir aralasak, iki qatın secde qildi degan narsa o'zisa bo'lib deydi. Wa annahu yatahaqqaqu bima zakarna. Biz yuqori degan o'ttadi digil oldigan darajada ko'tarsa, iki secdenin aralig'ini ayirgan bo'ldi debdi. Secde qildi deb qolsa masalan o namoz chiqargan paytda namoz o'qib tursak, namozlarni shaydan o'ning bilan band bo'ldi. Ma'lumotni secde qildi ma'lumot Ya bu secde qilish emas. Hozir ikki secdening o'ttirida ayirishning o'zi. Secde qildi. Uzun qildi. 5 minut secde qilib, shunda ko'tariblam, yana tuzib o'tmagan qancha yana secde qilmaganda qancha yana beryapti. Biroq bu hozir o'ttirib 5 ni ko'tarib, endi secde qildimi yo burungi secdega tavam bu deb qolamiz. Nonkin o'tagandek bir holatga berib, undan keyin tushsa, ikkinchi secde boshlandi deymiz. Yana bir qarashda, ruku degandek, inkana aqraba ila al-qu'ud jaza. O'taganga yaqin bo'lsa, shunda ko'tarib o'taganga yaqin kelib qolsa bo'ldi. Va inkana ila sujud aqrab fala demak. Va illa fala. Fa idza jalasa kabbara va sajad. O'taga vaqtida ba'zi hadislarda Allohumma g'firli mesela bunda duolar bor. Kabbara va sajad bir secde qilib bo'lgandan keyin o'tadi, unga yana bir takbir tushirib, ikkinchi qatim secdega boradi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam, "Thumma sujud hatta tatma'inna sajida." Ash hadisning musik salatahu degan ash hadisda undan secde qilib, secde raus aromini olib, bir tinivog'icha turgan deydi. Bu tumatnina masalasi bundan keyin chiqishi mumkin. ثم اجلس حتى تستوي جالسا. Uniki rus o'tgan qadar qo'bab o'tda demakchi. Istiva degan raus o'tirishni ko'z. Bunda degan bo'g'achqa jalasa degan so'zni mushadisda oldi. Thumma yukabbiru va yanhad. Nega secdega bordimi? Bag'anniki undan ikkinchi secdani tugatib o'rnidan turmoqchi. Uniki takbir tushirib o'rnidan turdi. Dast turdi demakchi. Hozir bir rekatni tamomladik, ikkinchi rekat turish masalasi bor. Uchinchi rekat turish emas. Namozga yanhadu qoima. Secde Allohu akbar deblam o'tmaylan qo'yib ketadi deydi. Li hadith Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yanhadu ala suduri qadamayhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun uchiga sinch qo'yib ketdi. Bu nimadan iborat? Secdedan 5 ni ko'targan chaqda bir uftab o'ttirib atmaylan, uddul qo'yib ketdi degan gap. Bu Hanifi mazhabga qarshi, Shafiy mazhabda Allohu akbar deb bir o'ttirib, uftab bir tinirib, undan keyin ondan qo'pidi dedi. Bu ulamo ixtilof qilgan masala. İmam Malik, Avza'i, Thawri, Abu Hanifa va shogirdlari va Imam Ahmad va Ashayan jumhur ulamolar yanhadu ala suduri qadamayhi dedi. O'tmaydi, lekin uning uchidan das turib ketadi dedi. Lekin Imam Shafiy bir o'ttirib o'tdi. Bu o'ttirishni ular nima deb ataydi? Jalsatul istiroha. Dalili sahoba shuni rivoyat qilgan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayda secde qilganken shunda bir o'ttirib o'tganini ko'rgandim degan ekan, ulamo uni qarab, ba'zi rivoyatda kelsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashinib qolgan chaqda teni ajizlab ketgan chaqda, ya semirib ketgan chaqda desam unda turolmay, oldidan bir tini o'lib, uningdiki uni qo'ygan. Masalan, bizning misol mijozimiz yo'q, ya salanda bo'shab ketgan vaqtlarimizda bir o'ttirog'imiz kelib qoldi. Shunda bir o'ttirib, uningdan keyin asta qo'ygan. Bu shu kasallik ya tan ajizlik sababidan shunda o'ttirgan. Amaliyotda bunda o'tirish alayda bir ko'rsatilgan ish emas deb tushungan.
nima hadisni shunga dalil kan yanhadu ala suduri qadamayhi degan. Lekin mushu suduri qadamayhi degan rivoyat sal ajiz. Aziz bo'lgan bilan sahaba kiramlardan Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas va boshqa sahabalardan ayında uttamaylam, jalsat istirohaga bormaylam, udu qilib ketganligi rivoyat qilingan bo'lg'achqa, ma sahabaning ish izlari bilan ma ajizda diskagan mazmun jonlanib ketdi, kuchayib ketdi. Qala va yaf'alu kadhalika fi ar-rak'ati ath-thaniya. Demak, bir rakatni tugatib bo'ldi. Ikkinchi rakatda ham shunda o'xshash qildi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam li Rifa'ata radiyallohu anhu thumma fa'al dhalika fi kulli rak'a. Mushiman topilgan ishlarni ikkinchi rakat va boshqa rakatda qilgan, har bir rakatda shunda qilgan degan bo'lg'achqa. Qala illa al-istiftaha. Faqat lam takrorlamaydigini istiftah duo subhanakallohumma degan duo istiftahni takrorlamaydi. Lianna mahallahu ibtida'us salat. Chunki uning o'rni namozni boshlagan chaqda deyishdi. Namoz boshlanib bo'ldi, bir qitim deb bo'ldi. Va ta'awuza, ya'ni auzubillahi minash shaytonir rojimni boshda deb bo'lgan ekan, qayta demaydi. Liannahu ibtida'ul qira'a. Chunki bu qira'atni boshlash uchundir. Wala mushra illa marra wahida. Bir qatimdan yo'l qo'yilgan. Deydi, lekin Shafiy mazhabda har bir rakatda auzubillahi minash shaytonir rojim deydi. Chunki ikkinchi rakatda Qur'on o'qiydi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.